Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz sizlar bilan bolalarda uchraydigan yana bir muammoli holatlardan biri barmoqlarni so'lish haqida suhbatlashamiz. Xo'sh, barmoqlarni so'lish bolaga nima uchun kerak va u qanday paydo bo'lgan? Uning foydali va zararli tomonlari nimalardan iborat? Shular haqida sizlarga bugun qisqacha ma'lumot berib o'taman. Xo'p, barmoqlarni so'lish haqida to'xtaladigan bo'lsak, barmoqlarni so'lish aslida bolaning bir tabiiy refleks bo'lib hisoblanadi. Ya'ni har bir bola tug'ilganda so'lish refleksi doimo u bilan birga shakllangan bo'ladi. Sababi bola ona suti bilan oziqlanish uchun yoki bo'lmasa turli xil o'sha chaqaloqlar uchun maxsus ishlab chiqarilgan idishlardan sut mahsulotini so'rib olish uchun bu narsa bola uchun juda ham kerak bo'lib hisoblanadi. Bu narsa bola uchun norma bo'lib hisoblanadi, ya'ni bu hech qanaqa bola tomonidan o'z hayot davomida o'zlashtirilmaydi. Ikkinchisi esa uning foydali jihatlari haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi navbatda barmoqlarni so'lish bolaga tinchlanish uchun, uxlash uchun yoki bo'lmasa boshqa turli xil bolaning fiziologik jihatlarini amalga oshirish uchun kerak bo'ladigan holat bo'lib hisoblanadi. Ikkinchisi esa buning zararli tomonlari haqida alohida to'xtalib o'tish kerak. Sababi bolada zararli tomonlari barmoqlarni so'lish bilan bog'liq bo'lgan muammolar juda ham ko'p bo'lib hisoblanadi. Dastlab birinchi navbatda ularda keltirib chiqaradigan muammolar haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi navbatda barmoqlarni haddan tashqari ko'p so'lish bolada tishlarni yaxshi yopilmasligi, ya'ni old tomon jag'lar tekkan taqdirda ham tishlarning oldingi tishlar bir-biriga yaxshi jipslashmasligi, keyingisi esa tepa jag tishlarning oldinga chiqib ketishi yoki bo'lmasa tepa jag'ning oldinga o'sib ketishi kabi juda ham noxush holatlar kuzatiladi. Bu esa faqatgina shu barmoqlarni so'lish bilan emas, balki bolada doimiy odat sifatida shakllanib qolgan holat bo'lib hisoblanadi. Endi bu narsani kelib chiqish haqida to'liqroq suhbatlashadigan, aytib o'tadigan bo'lsak, birinchi navbatda bolada agar sizning farzandingiz barmoqlarni so'lish davomiyligi 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, bu bolada deyarli muammoga sabab bo'lmaydi. Sababi qisman sut tishlarda paydo bo'lgan o'zgarishlar doimiy tishlar chiqa boshlagandan so'ng yo'qolib ketishi mumkin. Lekin bola barmoqlarni so'lishni 6 yoshdan keyin ham davom ettiradigan bo'lsa, bu jiddiy oqibatlarga olib keladi. Ya'ni bolada 6 yoshda bilamizki, doimiy tishlar chiqa boshlaydi va bunaqa holatlarda barmoqlarni so'lish natijasida tishlarning o'sishidagi muammolar kuzatiladi. Ya'ni tishlar o'sish davomida o'zi uchun kerakli joyga joylasha olmaydi. Bularga esa barmoq xalal berish natijasida barmoqning yo'nalishi bo'ylab o'sa boshlaydi va buning natijasida esa boya aytganimdek tishlar oldinga harakatlanib ketish shakllanadi. Ya'ni tishlar tepadan pastga o'sish o'rniga tepadan old tomonga qarab o'sadi. Buning natijasida bolaning tashqi ko'rinishida yoki bo'lmasa jag' tuzilishida juda ham xunuk holatlar rivojlanib boradi. Xo'sh, bola barmoqni so'lish uchun oldini olish uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Eng birinchi navbatda bolaga e'tibor berish kerak bo'lgan narsa bola bilan alohida shug'ullanishimiz kerak. Ya'ni agarda sizning farzandingiz barmoqni so'la boshlaganini siz bilganingizda bolaga bu haqida to'g'ri tushuncha bera bilishingiz kerak. To'g'ri, bola juda ham 2 yosh va 3 yosh bo'lgan vaqtda bu narsani tushunib yetmasligi mumkin. Lekin boya aytganimdek 4 yoshgacha bu narsa deyarli zararsiz hisoblanadi. 4 yoshdan keyin bola esini taniydi yoki bo'lmasa atrofdagilarni so'zlarni inobatga ola boshlaydi. Shu yosh davomida siz unga to'g'ri tushuncha berishingiz kerak. Agarda siz faqat sut tishlar borligi, ya'ni 6 yoshgacha bu narsani bolaga to'g'ri tushuntira olsangiz, bola sekin-sekin bu narsani unutib yuboradi va kelajakda chiqish kerak bo'lgan doimiy tishlar muammosi chiqib keladi. Ikkinchisi esa bu bolani doimiy ravishda rag'batlantirish. Ya'ni agarda sizning farzandingiz barmoqni doimiy ravishda so'layotgan bo'lsa, siz unga barmoqni so'lmaslik uchun qanaqadir mukofot yoki bo'lmasa nimadirlarni tavsiya qilishingiz va bola shu narsalarga erishish uchun ham barmoqlarni so'lishni unutadi. Va bola bu narsa bolaning xayolidan chiqib ketadi va barmoqlarni so'lishni to'xtatadi. Va eng asosiysi, siz bolaga faqat asosan kunduzi barmoqlarni so'lmaslikni talab qilsangiz, sekin-sekin bola bu kechasi ham bola bu narsani qilmaslikka odatlanib qoladi. Va eng asosiysi, agarda bolada deyarli sut tishlar tushib, doimiy tishlar chiqqandan keyin ham barmoqlarni so'lish natijasida yuzaga keladigan holatlar bo'layotgan bo'lsa, bu faqat shifokor tomonidan bajariladigan davo chorasi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni bola barmoqni so'lish natijasida turli xil bolaning jag'larida o'zgarishlar paydo bo'ldi. Siz buni bartaraf etish uchun shifokorga olib borasiz va shifokor rejali tarzda bolani o'sha bolada yuzaga kelgan jag' sistemasidagi muammolarni bartaraf etadi. Ya'ni turli xil
briket sistemasi yoki bo'lmasa turli xil plastinkalar yordamida bolada vujudga kelgan nuqsonlar sekin asta bartaraf etiladi. Agarda siz farzandingizni o'sha tishlari qiyshayib jag'lardagi o'zgarishlarga bee'tibor bo'layotgan bo'lsangiz, kelajakda bularni to'g'rilash juda ham katta xarajat va juda ham ko'p vaqt talab etishi mumkin. Shunaqa holatlarni oldini olish uchun esa eng avvalo siz boya aytgandek o'zingiz e'tiborli bo'lishingiz kerak. Agar o'zingiz e'tiborli bo'lsangiz, bolangizda hech qanaqa noxush holatlar kuzatilmaydi. Agarda sizni farzandingiz shunaqa holatga o'tayotgan bo'lsa yoki shunaqa narsa boshlanish davriga kelayotgan bo'lsa, darhol o'zingiz bunga qarshi chora qo'llang yoki bo'lmasa shifokor bilan maslahat qilganingiz ma'qul. Shuning uchun imkon qadar farzandingizni yoshlikdanoq to'g'ri parvarish qilishga, uning tishlari yoki bo'lmasa umumiy boshqa sog'ligi jihatdan to'g'ri katta va hech qanaqa muammolarsiz rivojlanishiga eng asosan ota-onalar sababchi bo'lib hisoblanadi. Agarda sizning farzandingiz sog'ligi siz uchun juda ham muhim bo'lsa, bu narsa har qanaqa kasallik yoki bo'lmasa har qanaqa holat boshlanishidan undan xabardor bo'lganingiz juda ham ma'qul. Shuning uchun farzandlaringizni doimo asrang.